Xo'p, bizani kuzatib boradigan aziz obunachilarim, professional svarshiklar, butun O'zbekiston ahli, o'sha va'da berganimdek Getwork kompaniyasiga keldim. Gap ishonmaslikda emas, men ishonuvdim. Endi baribir sizlar ham ko'rib ishonch bildirishinglar uchun shu kompaniyani tanladim. Nimaga? Chunki ko'pchiligingizdan kelayotgan bitta savol. Xo'p, o'rgandim ham deylik svarkani. Chet elga borib ishlay olamanmi? Yaxshi oylikli ishlarda deganligi. Aynan shu firma yordam berib, kompaniya yordam bera oladi va aynan shuning uchun ham shu kompaniya menga ishonch bildirdi, men bularga ishonch bildirdim. Mana shartnomalar tuzdik. Akalar, bu bir xilgi kompaniyalar bor, ko'p narsaga javob bermaydi, sizlarga yordam bermaydi, maslahat beradi xolos. Ular konsaltingoviy kompaniya deyiladi. Bular xususiy bandlik agentligi va barcha hujjatga ega kompaniya. Shuning uchun ham aynan shu kompaniyani men ham sizlarga tavsiya qilaman. Bizda o'qib chiqdinglarmi? Endi sizlarda muammo yo'q. Bemalol shu kompaniya orqali chet elga borib ishlasanglar bo'ladi. Rossiya bilan xayrlashsanglar bo'ladi. Jigarlar, joninglar sog' bo'lsin.